Bizani paytida o'qishlar boshqacha edi dar haqiqat. O'qiymiz 5 olamiz deb kurashardik biz har daqiqa. Hozir bolalarning xayolida bo'lsa Counter PUBG, TikTok maslahat berib gapirsang ular uchun san va shenikto. Oldin xolirdi bolalar bir kasb egasi bo'lishi. Hozir bo'lsa xoli deb faqat TikTokda trend olish. Yo, men targ'ib qilmoqchi emasman zamondan orqada qolish. Yoki negativlik qilib ashadan filyasab to'qib nolish. Futbolni tapchkada o'ynardi. Silada Adidas Nike shundayam futbol o'ynash yo'q. Qo'lda telefon dardi like. Oldin ustozdan qo'rqib hurmat qilib hamma dars qilardi. Hozir agar ikki qo'ysa bolani ota-onasi kelib arz qiladi. Oldin darsda kalta yeb qolmay deb hamma pisib o'tirardi. Hozir bo'lsa ustozga baqirib so'kib syomka qilib reels qo'yadi. Bizga Chingiz desak kitobdagi Chingizxonni bilardik. Hozir bo'lsa Shaftolibommi deyishyapti, nima ham qilardik. Hozir hamma qiziqyapti obunachi yu soqqasiga bilinki ilmsizlik millatni yetaklaydi jar yoqqasiga. Kitob ham o'qib tur, foydasi tegadi ba'zida. Ta'lim ol, o'qi o'rgan, izdan Alberoning ilm markazida. Xafa qilib qo'ymadimmi ish qilib juda ko'p gapirvordimmikin? Shu yoshlarni ko'p tanqid qilardim-ku. Qarib qoldimmikin?